Xullas, bugun 10-aprel. Meni tug'ilgan kunim. Men ishdaman. Har yil tug'ilgan kunimni ishda o'tkazaman. Hozir eslab qarasam, 12 yil oldin tug'ilgan kunimni oilam davrasida nishonlagandim. O'sha vaqtda oilamizda bir sharoit og'ir moment edi-da, endi hammada bo'ladi-yu. Men o'shanda ham ishda edim, kechki uyga kelsam, opam alviya salat qilgan ekan. Oilamizda sharoit og'ir edi, alviyada kalbasa yo'q edi, alviyada kalbasa qo'shiladi-yu. Endi tort yo'q. Oila seli hamma, opam, ukam, dadam, hamma uyda. Ko'chani boshiga magazin bor edi, ko'chamizning boshida chiqib turib. Ikkita napitka olib kelgandik. Qarzga yozdirib qo'yardik. Xudo qilib oila davrasida tug'ilgan kunimda atmechak qilgandik. Men uchun eng zo'r tug'ilgan kun o'sha-da. Oila davrasida to'liq hamma mazza qilib o'tirib. Shundan keyin biror marta tug'ilgan kunimni nishonlamayman. Faqat shu Rossiyada o'tib ketadi, bitta o'zim ishda. Hozir Xudoga shukr, vazmoyistim bor. Bir qimmat restoranga borib o'tirib, nishonlasam